Hop, biza demak jadvalimizda chetidagi chizuvlarni yo'qotmoqchimiz. Chetidagi chizuvni yo'qotish uchun ikki xil usuldan foydalanish mumkin. Ya'ni biza burchakda turgan mana burchakda belgi chiqadi mana shu tomonda va o'sha belgini biza demak bosib olishimiz kerak bo'ladi. Bu jadvalimizda hamma qismini yig'ib oladi, qoraytirib oladi degani. Hop, maket konstruktor bo'limiga kirib olamiz va bu konstruktor bo'limida biza eng oxirida turgan demak granitsa qismini ko'ryapmiz. O'sha granitsa qismini demak bosishimiz kerak bo'ladi, tagidagi strelkasini. Bosganimizdan keyin bu yerda biza net granitsa qilib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Net granitsa. Demak biza bu yo'l orqali ham qilishimiz mumkin bo'lar ekan yoki bo'lmasa biza osongina varianti demak konstruktor qismiga kirib o'tirmasdan Ctrl bosib turib, Alt bosib turib va 6 U harfini bossak demak aynan o'sha jadvallarimizda chetidagi chizuvlarni o'tashir ekan. Agarda Ctrl Alt U ni bosadigan bo'lsa o'sha jadvallarimiz o'tashidi. Bu ham bir demak o'sha jadvallarni tez tashlash usul hisoblanadi bu ham.